Namoz o'qiymiz, imomga iqtido qilamiz. Imomga iqtido qilingan paytda u jahriy namoz bo'ladimi, u maxfiy namoz bo'ladimi, u farqi yo'q. Iqtido qiluvchi nima qiladi? Imom bilan birga qiroat qilmaydi. Jim imomning qiroatiga quloq soladi. Teppa-teng o'qimaydi imom bilan. Mashhur qoul ham shu. Dalil Hanafiy mazhabi olimlari oyatdan dalil qiladi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadi. Qur'on o'qilganda unga quloq tuting va jim turing deydi Alloh taolo. Shundagina rahim qilinasiz deydi Alloh azza va jalla kalomida. Juda ham ko'p Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim, Ibn Mardavay va Ibn Asokirlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan ushbu oyat sahobalar namozda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ortlarida turib ovoz chiqarib qiroat qilishganda nozil bo'lganini rivoyat qilishgan. Sahih ekan. Va yana boshqa sahih hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fa idza qara'a fa ansitu." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Imom unga iqtido qilinishligi uchun tayinlangan. Imom unga iqtido qilinishligi uchun tayinlangan. Fa iza qara'a fa ansitu. Imom qiroat qiladi, siz jim turasiz deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana sahih hadis. Bundan boshqa juda ham ko'p dalillarni keltiradi Hanafiy mazhabi ulamolari. Demak, iqtido qiluvchi jahriymi, maxfiy namoz bo'ladimi? Jim imomni ortidan qiroatiga quloq soladi xolos. Uni ortidan teppa-teng qiroat qilib qaytarmaydi biz mazhab. Imomni ortidan turib qiroat qilishligini bizni Hanafiy mazhabi ulamolari makruh va tahrimiy deydi. Makruh bo'lib ham makruh tahriman deydi. Dalil qilishadi: La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Fatiha kitob o'qimagan namozi yo'q degan hadislarni olib kelib dalil qilishadi. Bu hadislarni Hanafiy mazhabi olimlari ko'rmaganmi? Hanafiy muhaddislarga yetib kelmaganmi? Shu hadis ko'rishmagan. Bu hadisni Hanafiy mazhabi ulamolari yolg'iz o'quvchi uchun xos deb ta'bir qilishgan. Yolg'iz o'quvchi uchun xoslashganmi? Umumiy xulosa, imomga iqtido qilgan kishi nima qiladi? Imomning ortidan qiroatiga quloq soladi, jim turadi. Ortidan bab-barobar qiroat qilmaydi.